xotinjon chiq, senga yangi ko'ylak olib keldim. Qalay, yarashibdimi? Zo'r bo'lib yechib qo'y, ko'ylak kiyasan buni yaltiroqda. Xo'p, rahmat. Aytsam ishonmaysan, tushimga go'sht kiribdi. Tushga nimalar kirmaydi deysiz? Oshdan oling. Go'shidan oling. Ya go'sht yemayman, o'zim o'nab ochaylik ha. Gazlik ekan-ku bu. Hayotim, mana shu oshxonani eshigini yangilashimiz kerak. Bunga eshik. Ana qalay? Voy, buncha zo'r. Buni eshigi dastak bu yoqqa buni. High-tech eshikmi? Shu kreditlardan qutulsak bitta supurga olamiz-da uyga. Yo'q, bu ham yaxshi o'zi. U originalda, u germanskiy. Hayotim, tug'ilgan kuningizga sovg'a olib keldim. Qanaqa sovg'a? Krossovka. Piti. Salamandra 45. Yoqdimi? Rahmat. Yig'lashim keladi. Ha? Shashlik yeyman. Shashlik. Ana men yeb ko'r qani. Yo'q, men dubbasidan yemayman, go'shtidan yeyman. Ana go'shtlarimiz ko'r. Sadaqa qiling, sadaqa raddi balonni qaytaradi. Kreditlaringiz bu. Ha. Sababli. Men tamom darvozaga yozib qo'yinglar qayman. Bo'ldi men. Hamkasblar gruppasiga yozaman, tamom hech kim kirmaydi bu yerga. Rahmat tushunganingiz-chi, ne? Aha, qo'shni, kredit tugamadimi hali? Ha, sekin-sekinda endi. Ha, erta to'yga o'ting. Ash ketmas berib turing, to'g'rilay kerak bo'lib. Yashash o'zgartiring, unaqa yashab bo'lmaydi. Uka, uydamisan? Ya, ha, opa, keling. Bir-ikki hafta jiyaning sizlar bilan turib tursin. Yo, opa, bizdan sharoitni bilasiz o'zingiz. Sharoitni bilganim uchun olib keldim-da. Buni qara semirib ketganini osish kerak. Bor. Ha, kech ya. Ha, qo'shdi. Qo'shni. To'yga ozgina yetmadi, kredit oladik-da. O'zingga nima ovqat qilamiz? Uyda hech narsa qolmabdi. Xavotir olma. Xotin mana quyonni olib keldim. Ure, go'sht yeymiz, baxtli kunlarimiz keldi. Men kelib siqa. Uka, uydamisizlar? Ayajon meni olib keting, og'riqlab ketdi.